Eng muhim yeri eslatib o'tamiz. Bu mashina Gurlanlar biratdiki. O'zlarimizning Gurlandan. Bu ham Gurlanning mashina xudo xolasa. Assalomu alaykum. Narxlar ekspert Instagramini kuzatuvchi obunachilar, xudo xolasa bugun Avtofakt profili egasi Diyorbek bilan mashina bozoriga keldik. Urganch mashina bozor. Narx-navolar bilan bir qator qisqacha tanishib o'tamiz unda. Bizlar bu videoni boshlamasdan burun sizlar bir like'larni bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. 2007 yil ishlab chiqarilgan. Kreatsiz quruq kalillar izatilgan. Chiriqlar izatilganda. Metan bor. Metan bor. Qancha yurib turibdi probegi? 244. 244 salonlar ham chiroyli taxlanib turibdi. Pollux. Pollux variantda. Motor remontdan chiqib turibdi. Motor. Aha, generalniy Deonis berasiz. 25 million aytib bo'lsa qaytib berasiz. 25 dan ham sal qaytib berasiz. Shunda arzon zo'r narsa. Eng muhim yeri eslatib o'tamiz. Bu mashina Gurlanlar biratdiki. O'zlarimizning Gurlandan. Bu ham Gurlanning mashina xudo xolasa. Bu Matiz Best 2010 yilda ishlab 2010. Aha. Hamma narsasi bor. Ava. Shu krilosunda kreatsiya bor qurib. Aha, shu yog'inda qurib. Ustasini ekib tekshirtiraveradi. Aha. Shu krilosunda kreatsiya. Probeg qancha? Probegi 151 ming. Metan gaz ballonlari bor. Polni bor. Lyuks konditsioner ham ishlatib. Lyuks konditsioner polni ishlatib turibdi deydi. Mashinaning sosteniyasini ko'rishingiz mumkin. Ballonlar paket deydi. Bu adam generalni beradi. Brat telefon nomeringizni aytib o'ting. 50lik. Aha, 50 882. Ava. 38 39. 38 39. Shu bilan omad. Yaxshi aka. Davay. Diyorbek bilan xudo xolasa keyingi mashinaga qarab berdik. Yaxshi brat. Shunday narsalar qiziq bo'lgan bo'lsa obuna bo'lib, like bosib esdan chiqmasin. Xudo xolasa. Yana ham qiziqroq, sizlar uchun qiziq bo'ladigan kontentlar hali oldinda.